Assalomu alaykum do'stlar, YouTube kanalimga xush kelibsizlar. Bugun sizlar bilan authentication zaifligini qolgan laboratoriyani ko'rib chiqamiz. Ya'ni o'tgan darsda boshlang'ich 3 ta laboratoriyani ko'rganik, ya'ni username enumeration, ikki bosqichli parol chetlab o'tish va shu parolda ya'ni reset qilganimizda turli xildagi tokenlarni noto'g'ri sozlanishi orqali, ya'ni bitta token foydalanuvchiga berilgan token orqali boshqa foydalanuvchini parollarni ham tiklash mumkin bo'lgan zaifliklarni ko'rib chiqdik. Bugun sizlar bilan mana ya'ni 4-laboratoriya username enumeration via supply different response ni ko'rib chiqamiz. Bunda ham ya'ni brute force hujumni amalga oshiramiz, faqat avvalgilaridan farqi via supply different response deyapti. Juda ham kichkina farq bilan biz natijani, to'g'ri javobni olishimiz kerak bo'ladi. Juda kichkina farq bo'ladi. Albatta qanaqa yechilishini solution bo'limida to'liq ko'rsatib ketilgan. Biz mana bu yerdan tayyor laboratoriyani ochgan holatda ishlab ketamiz. Xo'p, birinchi navbatda bu yerga my account ga o'tamanda. Albatta bizda hech qanaqa login parol berilmagan. O'sha candidate usernames bilan candidate passwordni berilgan xolos. Xo'p, bu yerga noto'g'ri login parol kiritib ko'raman. Kiritadigan bo'lsa, mana bu yerda aytayaptiki invalid username or password deyapti. Bundan oldingi username enumerationda yo masalan invalid username derdi yoki incorrect password derdi. Katta ehtimol masalan bizda incorrect password chiqqan paytda login to'g'ri bo'ladi. Chunki incorrect password deganda invalid username chiqmaydi. Chunki login to'g'ri bo'lganda parol noto'g'ri bo'lish ehtimoli bor. Masalan invalid username chiqadigan bo'lsa, unda login noto'g'ri bo'ladi. Login noto'g'ri bo'lsa, to'g'ridan to'g'ri parolni tekshirish uchun so'rov yuborilmaydi. Bunda bo'ladigan bo'lsa, ikkala javob ham chiqyapti. Ya'ni invalid username or password deyapti. Xo'p, endi bunaqa ko'rinishda nima qilsak bo'ladi? Bu yerda yo login noto'g'riligini yoki parol noto'g'riligini bilmaymiz. Faqat mana shu yerda bizda tepada aytib ketganda juda ham kichkina farq bilan javoblarni olishimiz mumkin ekan username enumeration qilayotgan paytda. Xo'p, qanaqa farq? Mana shu yerda agar biz brute force qilgan paytimizda login to'g'ri bo'lsa, agar oxirida nuqta bo'lmaydi. Ya'ni invalid username or passwordni oxirida nuqta turibdimi, demak u login noto'g'ri. Login noto'g'ri. Mana shu yerda oxirida nuqta bizda yo'q bo'lsa, demak u login to'g'ri hisoblanadi. Demak oxirida biz nuqta bor yoki yo'qligiga qarab turib, shu loginni to'g'ri yoki noto'g'riligini topishimiz mumkin bo'lar ekan. Xo'p, kelinglar buni bu yerdan noto'g'ri parol bilan tutib olaman bu suite orqali. Xo'p, bu suitedan HTTP historydan bitta mana post so'rov bizga kelgan. Buni to'g'ridan to'g'ri intruderga jo'natamiz. Mana bu yerda intruderga bizga post so'rov, ya'ni login sahifasiga yuborilgan post so'rov keldi. Va mana shu yerda biz birinchi loginni topib olishimiz kerak. Loginni belgilayman. Bu yerdan add qilib qo'shamiz va bu yerga payload kiritishimiz kerak. Payloadni bizga tayyor holatda berib ketilgan Portsviger tomonidan. Xo'p, mana bu yerga joylashtirib oldim payloadlarni. Endi nima qilaman? Bu yerda bizda sniper attack bo'yicha turadi, chunki biz sniper attackda birinchi loginni topishimiz kerak, undan keyin passwordni topishimiz kerak. Shuning uchun alohida brute force qilayotgani uchun bizda sniper attack bo'yicha qoladi va bu joydan start attack tugmasini bosamiz. Boshqa hech qayerni o'zgartirmaymiz. Mana shu yerda bitta narsa qo'shib ketishimiz kerak. Esdan chiqibdi. Mana bu joyda payload pastda settings bo'lim bor. Bu settings o'sha intruder uchun nastroyka. Masalan, repeaterga o'tsak, repeater uchun alohida nastroyka chiqadi. Hozir repeaterda hech qanaqa ma'lumot yo'qligi uchun bizga ko'rinmayapti. Shu yerda nastroyka bo'limiga o'tamanda pastroqqa tushadigan bo'lsak, grep extract degan joy bor. Bu nima qiladi? Ya'ni bizga brute force qilganimizda chiqayotgan natijaga qo'shimcha, ya'ni warning, ogohlantirish sifatida turli xil natijalarni ekranga chiqarib beradi. Masalan, bizga nima chiqishi kerak? Add qilamanda, mana bu yerda menda tayyor HTML kod chiqyapti. Ya'ni bu o'sha saytning HTML kodi. Agar sizda bu HTML kodlar chiqmaydigan bo'lsa, matdan refresh response ni bosasiz, shunda sizga mana shu kodlarni chiqarib beradi. Pastroqqa tushadigan bo'lsam, xo'p, mana invalid username or password turadi. Mana shuni oxirgi nuqtasigacha belgilayman. Bizdan u brute force natijalariga mana shu invalid username or password oxirida nuqtasi bilan, ya'ni ogohlantirish sifatida chiqarib beradi. Ya'ni biz buni foydali tomoni,
biz oxiridagi nuqta bor yoki yo'qligiga qarab filtrlaymizda, oxirida nuqtasi yo'g'ini login to'g'ri sifatida qabul qilsak bo'ladi. Okey, mana bu joyga qo'shildi. Endi start attackni bossak bo'ladi. Bizda mana jami 101 ta payload bor ekan. Deyarli mana shuni tugadi. Xo'p. Mana bu yerda grab extractni foydali tomoni bizga alohida ustun sifatida o'sha invalid username or passwordni chiqarib beryapti. Bu o'sha brute forcedan natijani olish uchun juda ham foydali usul hisoblanadi. Ya'ni masalan xatolarni siz ekranga xuddi shunaqa ko'rinishda chiqarib olsangiz, ya'ni qaysidir xatoda qanaqa javob, qaysi misol uchun payloadda qanaqa javob qaytyapti, qaysi invalid username chiqishi mumkin, qaysidirda incorrect password chiqishi mumkin, bu qaysidir bittasi anaqa oxirida hammasida deyarli qaraydigan bo'lsak nuqta bor. Mana shu yerda oxirida bitta nuqtasi yo'g'ini topishimiz kerak. Qanday topamiz? Warning ustiga bosadigan bo'lsam filtrlaydi. Mana bu joyda bizda nuqtasi yo'g'ini chiqarib berdi. O'tadigan bo'lsak, hop, mana bu yerda status code 200. Deyarli hammasi 200 chiqadi va affiliate talaffuz shunaqa bo'ladimi? Xullas mana shu username bizda loginimiz to'g'ri deb topildi. Xo'p, buni pastdan kopiya qilib olamiz. Bo'ldi, buni X qilib chiqib ketsak bo'ladi. Endi buni clear qilib tozalayman va o'rniga hozir yangi topilgan usernameni qo'yaman va endi parol uchun brute force hujumini amalga oshirishni boshlaymiz. Xo'p, bu yerga tozalab tashlaganimizdan keyin joylashtiraman va start attack, bu yerda sniper attack bo'yicha qoladi va bunga hech qanaqa nastroyka settings bo'lmay kirib grab extract qo'shmaymiz. Chunki boshda qo'shilgan, ikkinchi marta qo'shishimiz shart emas. Mana bizda yana o'sha invalid username or password chiqyapti. Endi hech qaysi, ya'ni bu yerda parolda boshda nuqta yo'q. Chunki bizda login to'g'rida. Chunki bundan oldingi brute force'da, ya'ni username topayotganimizda username to'g'ri bo'lganda oxirida nuqta bo'lmas edi. Bizda username topib bo'ldik, username to'g'ri. Endi bizga parol kerak. Username'ni tekshirmaydi, endi parolni tekshirish kerak. Endi bu yerda bizda bu ustunda hammasida invalid username or passwordda nuqta bo'lmaydi. Chunki o'sha username to'g'riligi uchun va bizda bu ustunda qanaqa javob chiqadi? Hech qanaqa javob chiqmaydi. Ya'ni bo'sh ustun bo'lishi kerak. Mana ikkita bo'sh ustun turibdi va bularning bittasi 302 bo'lishi kerak. Mana status kodi 302 turibdi. Bittasi 400, 400 bo'sh ekan. 302 Yankas degan user ekan. Bunda mana hech qanaqa ogohlantirish yo'q. Chunki login ham to'g'ri, parol ham to'g'ri. Login bilan to'g'ri, parol to'g'ri bo'lsa, bizga hech qanaqa, ya'ni xabar kelmaydi. To'g'ridan to'g'ri tizimga kiritishga bizga ruxsat beradi. Xo'p. Xullas, username topayotganimizda bizda status kodlar orqali emas, asosan o'sha qaytayotgan javoblarni, deylik, vaqtda qaytyapti yoki masalan javoblari qanaqa qaytyapti, masalan username xato deyaptimi yoki parol xato deyaptimi yoki ikkalasini ham xato deb turib oxirida qanaqadir tinish belgilari bilan farqlanyaptimi, shularga qarab turib username topamiz. Parolda juda ko'p holatlarda asosan 302 javob qaytaradi. Chunki 302 status kodda to'g'ridan to'g'ri bizni login parolimiz to'g'ri bo'lgan holatda bizga shu status kodni chiqarib beradi. Xo'p. Endi loginni olamiz. Loginni joylashtirdik va bu yerga parolni ham kopiya qilib tashlaymiz. Login qiladigan bo'lsak, mana bizga tizimga kirishga muvaffaq bo'ldik. Unchalik qiyin emas. Bizda asosiy e'tibor beradigan joyimiz o'sha oxirdagi juda ham kichkina farq deyilyapti. O'sha nuqta bor yoki yo'qligiga qarab turib natijani to'g'ri yoki noto'g'riligini topishimiz mumkin bo'lar ekan. Xo'p, endi keyingi laboratoriyada bunda ham username enumeration, brute force amalga oshirar ekanmiz. Faqat bunda via response timing deyapti. Ya'ni qaytayotgan javob vaqti qancha vaqtda qaytishiga qarab turib biz login to'g'ri yoki noto'g'riligini topsak bo'lar ekan. Xo'p. Laboratoriyani ochib olamiz.
va bu yerda bizda bitta yangi headerni o'rganib ketamiz. Mana bu yerda x forwarded for degan header bor. Bu headerni vazifasi nima? Xo'p. Bu masalan hozir bu yerda laboratoriyani ochib ko'rsatib ketadi. My account ga kiramiz. Va mana shu yerda masalan qanaqadir login parollarni terib bir marta jo'natdim. 2 marta, 3 marta, 4-marta so'rov jo'natganimda meni yarim soatga bloklab qo'ydi. Ya'ni bu yerda bizni to'g'ridan to'g'ri IP manzilimiz orqali bir vaqtni o'zida 3 marta noto'g'ri login parol qilinganda o'sha IP yarim soatga bloklanadi. Endi biz hozirgi ishlatayotgan IP manzilimiz orqali to'g'ridan to'g'ri serverga so'rov jo'nata olmaymiz, chunki bizni IP manzilimiz serverda blacklist, ya'ni qora ro'yxatlarga tushib qolgan. Ya'ni yarim soatdan keyin ochiladi. Ya'ni bu blokka tushirish, ya'ni yarim soatga bloklash nimaga kerak? Turli xildagi shunaqa brute force hujumlarni oldini olish uchun yoki turli xil DDoS atakalarni oldini olish uchun kerak bo'ladi. Chunki masalan men hozir 3 marta noto'g'ri parol kiritdim, endi yarim soatdan keyin kiritaman. Bu degani sizda qanaqadir 1000 ta ro'yxat bor, login parolni kiritishingiz kerak. Bu login parolni siz bitta tekshirib chiqgunizcha juda ko'p vaqtingiz ketadi. Ya'ni 3 marta noto'g'ri kiritasiz, bloklaydi. Balkim keyingi 3 minutda, keyingi 30 minutdan keyin yana 3 marta noto'g'ri parol kiritsangiz, balkim 1 soatga bloklar. Keyingisi 2 soatga bloklar. U aniq qanaqa algoritm ishlashini bilmaymiz. Mana shu yerda bizda x forwarded for degan header juda katta yordam beradi. Ya'ni bu bizni backendga men mana shu IP orqali so'rov jo'natyapman deb turib backendga bizni boshqa IP orqali tanishtiradi. Masalan, bu yerda birinchi deylik o'rtacha 192 168 114 IP bilan so'rov jo'natdik 3 marta. Biz blokladi. Endi ikkinchi marta 3 ta parolni tergandan keyin IP avtomatik oxiri 14 dan 15 ga o'tadi. 14 IP bloklangan, 15 bloklanmagan. Endi ya'ni o'sha x forwarded for header aytadi backendga, ya'ni so'rov hozir endi 14 IP dan emas, 15 IP dan kelyapti. Ya'ni IPsi o'zgardi degan xabarni serverga jo'natadi. Ya'ni biz shu headerni ishlatish orqali bizni har 3 ta parolni noto'g'ri terishdagi blokdan chetlab o'tishimiz kerak bo'ladi. Xo'p, endi birinchi navbatda qaranglar. Group suite'ga o'tamanda bizda ikkita ochilib qolibdi. Mana buni x qilib chiqib ketsak ham bo'ladi. Bo'ldi. Mana shu yerdan proxy ga kiraman va oxirgi post so'rovini repeaterga jo'nataman. Qala bu yerda send qilib jo'nataman. Send qiladigan bo'lsak, javob qaytdi, 200 ga qaytaryapti va mana bu yerda vaqti ko'rinib turadi. Bizga 240 millisekundda bizni so'rovimiz serverga boryapti va qaytyapti. 240 millisekund ketyapti serverga so'rov borib qaytgunigacha. Va mana bu yerda biz render qiladigan bo'lsak, o'sha biz bloklanib bo'lganmiz. Hozir bu so'rovimiz serverga bormayapti. Shunchaki firewalllardan qaytyapti. Chunki o'rtada firewall bor, biz IP'miz bloklab qo'ygan, serverga o'tkazishga ruxsat bermaydi. Ya'ni firewallga borib qaytgunigacha 240 millisekund qaytyapti. Birinchi navbatda hozir biz mana shu yerda x forwarded for headerni qo'shamanda, bunga masalan taxminiy IP yozaman. 192, 168, aynan qaysidir ishlayotgan IP bo'lishi shart emas. Ya'ni istalgan IP ni kiritib ketsak bo'ladi. Deylik 1234 IP ni kirit. Send qil deb jo'natamiz va mana bizni so'rovimiz hozir serverga bordi. Va yana o'sha 240 millisekundda o'sha javob qaytyapti. Jo'nataman, ikkinchi marta jo'natdim, 260 millisekundda borib qaytyapti mana. Bu yerda vaqt qachon ko'payishi mumkin, qachon kamayishi mumkin. Masalan, bizda login to'g'ri, parol
noto'g'ri bo'lsa, masalan, login to'g'ri bo'lsa, parolni tekshirgungacha ham qanchadir vaqt ketadi. Masalan, siz loginga admin degan loginni kiritdingiz. Admin logini noto'g'ri. Noto'g'ri bo'lsa, birinchi urinishda admin noto'g'ri chiqdi login. Endi parolni tekshirish uchun so'rov yubormaydi backendga. Chunki login noto'g'ri bo'lgandan keyin to'g'ridan to'g'ri parol backendda tekshirilmaydi. Endi masalan, deylik login to'g'ri bo'lib qoldi. Login to'g'ri bo'lsa, endi o'sha loginga siz kiritgan parol ham to'g'ri keladimi yoki yo'q tekshirish kerak. Loginni tekshirishga qanchadir vaqt ketdi. Xo'p, endi ikkinchi bosqichda parolni tekshirish uchun ham qanchadir vaqt sarflaydi. Biz o'sha yerda nima qilamiz? Loginni to'g'ri yoki noto'g'riligini vaqti kattaroq qaytgan javobdan bilib olishimiz mumkin. Chunki loginni tekshirdi, parolni ham to'g'riligini tekshirish uchun qanchadir vaqt sarflaydi. Xo'p, deylik masalan, bizda doimiy ishlatadigan to'g'ri loginimiz bor. Weiner bu bizga o'sha tizim tomonidan berilgan login. Send qilib jo'natdim. Mana 274 millisekundda qaytyapti. Bundan oldingisi 260 edi, undan oldingisi 240, bu 274 qaytdi. Jo'nataman, blokladi. Endi mana bu 234 ni 235 qilaman. Mana blokdan chiqyapmiz. Demak, biz mana shu yerda ikki xil brute force ni amalga oshiramiz. Birinchisi IP ni brute force qilamiz, chunki har bitta urinishda IP ni o'zgartirib turish kerak bizda. Ya'ni birinchi loginga deylik 201 ikkinchi loginga 12 IP, uchinchi loginga 13 IP ni qo'yish kerak. Mana bu oxiri o'zgarishi kerak. Keyingisida login o'zgarishi kerak. Xo'p, qaranglar, mana shu joyda 287 da qaytdi. Parol uzunroq qilsak-chi? Nima bo'ladi bunda? Vaqt yana ham uzunlashadi. Vaqt ko'payadi. Mana 646 millisekund. Nimaga? Chunki login to'g'ri, Weiner login to'g'ri. Uni tekshirish uchun Pekinda qanchadir millisekund vaqt ketdi. Xo'p, uni to'g'riligini tasdiqladi. Endi o'sha parolni ham nima qilish kerak? Loginga to'g'riligini tekshirish kerak. Bunda parol uzun, juda ham uzun. U parolni tekshirish uchun ham qanchadir logindan ko'ra 2, 3, 4, 5 barobar ko'proq vaqt sarflaydi. Shuning uchun parolga iloji boricha uzunroq parol qo'ysak, vaqt juda katta millisekundlarda qaytadi. Mana hali javob qaytmadi va bu yerga qaraydigan bo'lsak, 1479 millisekundda javob qaytyapti. Login to'g'ri, parol noto'g'ri, lekin vaqt juda ham katta millisekundlarda, millisoniyalarda bizga qaytib kelyapti. Mana shu yerda biz birinchi navbatda x forwarded for orqali bizga qo'yilgan ya'ni taqiqni, IP'imiz bloklanishini chetlab o'tar ekanmiz. Ikkinchi holatda loginga brute force qilganda parolni uzunroq qo'yishimiz kerak ekan. Agar login to'g'ri bo'lsa, parolni tekshirish uchun ham ko'proq vaqt sarflaydi-da. Shuni hisobiga javob vaqti juda ham kattaroq qaytadi. Masalan, odatda 200, 300, 500 millisoniyada qaytsa, bunda 1000, 2000, 3000 millisoniyada qaytyapti. Chunki biz parolga taxminan 100 xona atrofida parol kiritamiz. Uni tekshirish uchun ko'p vaqt sarflaydi. Xo'p, ana asosiy biz nazariyani tushunib oldik. Endi mana shuni amaliyotda bajarib ko'rishimiz kerak bo'ladi. Xo'p, keyin mana shuni to'g'ridan to'g'ri repeaterdan intruderga jo'nataman. Xo'p, intruderdan nima qilamiz? Qaranglar, mana shu yerda mana x forwarded for da aynan sizga qaysidir diapazondagi IP manzil bo'lishi shart emas. Xo'p, bizga buni o'rnida 1, 2, 3, 4, 5 va hokazo raqamlar ham bo'lsa bo'laveradi. Chunki bu backendda, ya'ni o'sha mana shu IP menga tegishli degan so'rov jo'natish kerak. Aynan bu laboratoriyada backendda IP ni to'g'ri yoki noto'g'riligini tekshirmaydi. Ya'ni bundan borayotgan IP shunchaki o'sha 3 marta so'rovni bloklash uchun kerak bo'ladi xolos. Ya'ni birinchi IP boshlang'ich 3 ta so'rov uchun, ikkinchi IP keyingi 3 ta so'rov uchun. Ya'ni shuning uchun bizga mana buni o'rniga 1 qo'yib qo'yaman. 1. Buni add qilib qo'shaman. Endi loginni belgilayman. Xo'p, loginning o'rniga masalan boshqa login qo'yaylik, to'g'ri bo'lmagan. Masalan, admin emas. Qanaqadir dars degan bitta login qo'yamiz. Buni ham belgilab add qilaman. Ana endi bizda bir vaqtning o'zida ikkita brute force qilinadigan bo'lim bor. Argument bor. Endi nima qilamiz bu yerda? Har doim biz sniperdan foydalanib o'rganganmiz. Chunki sniper
attack loginni alohida topadi, parolni alohida topadi. Lekin bizda bir vaqtni o'zida parallel ravishda IP ni ham brute force qilish kerak. Username ni ham brute force qilish kerak. Xo'p, endi mana shu yerda biz pitchfork attackdan foydalanamiz. Xo'p, pitchfork attack nima? Xo'p, masalan, qaranglar, mana shu yerda bizda bu tomonga o'taman. Menda mana login bor. Loginlar ro'yxati bor. Mana bu joyda Carlos userim va mana bu yerda 1 dan 6 gacha parol bor. Pitchfork attack mana shu Carlos userga 1 dan 6 gacha parolni solishtiradi. Root userga passwordni solishtiradi. Admin userga 1 dan 8 gacha solishtiradi. Testga mana bu yerdagi QWERTY'ni solishtiradi. Ya'ni pitchfork masalan 100 ta login, 100 ta parol bo'lsa, birinchi loginni birinchi parolga, 50-chi loginni 50-chi parolga bitta-bitta solishtiradi. Cluster bomb attack bor. Buni ham yana o'sha dars davomida ko'ramiz. Cluster bomb bor. Xo'p, bu cluster bomb Carlos useriga mana bu yerdagi 100 ta parolni birinchi solishtirib chiqadi. Undan keyingi root useriga mana bu yana 100 ta parolni, adminga mana shu 100 tani solishtiradi. Cluster bomb bitta login, ya'ni nechidir 100 ta yoki nechidir 1000 ta parol. Ikkinchi login yana shuncha parolni bitta-bitta solishtiradi. Masalan, bizda 100 ta login, 100 ta parol bo'lsa, pitchfork attackda 100 ta urinish bo'ladi. Chunki 1 ga 1, 50 ga 50 ketadi-da. Endi cluster bombda 100 ta login, 100 ta parol bor. Bunda urinishlar soni 10 ming ta bo'lib ketadi. Chunki bitta loginga 100 ta parol, ikkinchi loginga yana 100 ta parol. Bir-biriga ko'paytiradigan bo'lsak, 10 ming marta urinish bo'ladi. Bu juda katta urinish. Ko'p serverlar masalan bunga 10 ming marta so'rovga bardosh bermasdan o'chib qolish ehtimoli ham bo'lishi mumkin. Xo'p, demak, pitchforkni tanlar ekanmiz. Endi mana bu joyda payload position o'zgaradi. Chunki bundan oldin sniperda payload position faqat bitta edi. Bunda endi ikkitaga o'zgardi. 1-1. 1-1 nima bu? Mana bu birinchi payload va ichidagi qiymati 1. Xo'p, bunga nima qo'yamiz? Bu yerda simple list bo'lmaydi, payload type numbers bo'ladi. Numbers 1 dan nechigacha? Masalan, deylik 100 gacha bo'ladi. Xo'p, bu yerda birinchi IP ga birinchi login, ikkinchi IP ga ikkinchi login, 100-chi IP ga 100-chi login. Ya'ni bu numbers 1 dan 100 gacha raqamni bizga yaratib beradi va har bitta urinishda mana bir o'rniga 1, 2, 3, 4, 5 va hokazo qo'yib chiqadi. Xo'p. Ikkinchisida ikkinchi payload qiymati dars. Mana. Endi bunga nimani biriktiramiz? Buni simple list bo'ladi. Simple listga biz mana bu yerda port triggerda berilgan payloadni joylashtiramiz. Xo'p, kelib parolni yana ham xato ketdi. Payloadni parolni yana ham ko'paytiramiz. Bizga ko'proq vaqtda javob qaytish kerak edi. Start attack qilaman. Hujum tugadi. Mana bizda hujum tugadi va mana bu yerda 3 nuqtani bosib response completed ni tanlayman va bizga mana bu bo'lim ustun qo'shiladi. Bu qo'shilishi shart emas. Mana bu response receiveddan ham topsak bo'ladi. Filtrlaymiz. Hammasi mana oddiy kichkina raqamlar. Va mana bittasi 3996 millisekundda borib qaytyapti va uzunligi hech qanaqa o'zgarmagan. Ya'ni shunchaki 3353. Hamma o'sha payloadni uzunligi bilan bir xil, lekin qaytayotgan vaqti har xil. Demak, mana shunda apps degan bizda login to'g'ri. Chunki biz bundan oldin aytdik, agar login to'g'ri yoki noto'g'riligini qaytayotgan javobini kattaroq millisekundlarda qaytishiga qarab turib topsak bo'lar ekan degandik. Xo'p, demak bu yerdagi apps yozaman. Endi parolni o'rniga taxminiy oddiy parollardan foydalansak bo'ladi. 1 2 3 deymanda, endi buni yana qo'shaman add qilib. Bo'ldi. Endi
birinchi payloadga, ya'ni 1 dan 100 gacha IP turaveradi, chunki bizni qachon bloklaydi? Birinchi so'rovni yubordik 1 dan 100 gacha. Ya'ni ikkita limit borda bizda. Ikkinchi so'rovni yuborib, uchinchisini keyin qayta yuborganimda bizni bloklaydi. Hozirchalik, ya'ni IP ni o'zgartirishimiz shart emas. Chunki biz hali bloklashga ulgurgani yo'q tizim. Birinchi urinishda o'zida biz loginni topdik. Endi ikkinchi urinishda parolni ham topishimiz kerak. Xo'p, demak, ikkinchi payloadga buni tozalayman-da, parolni kiritaman. Bo'ldi, mana. Xo'p, start attack qilaman. Endi bizda parol to'g'riligini status kod orqali topamiz. Status kodi 302 bo'lsa, mana. Bizda javob to'g'ri bo'ladi va uzunligi endi bunda farqli. Nimaga? Chunki login ham to'g'ri, parol ham to'g'ri. Albatta lengthda hech qanaqa haligi qiymat qaytmaydi. Ya'ni logining bilan paroling noto'g'ri yoki paroling noto'g'ri degan xabar qaytmaydi. Shuning hisobiga bizda lengthi juda qisqa bo'lib qaytadi. Va Charlie ekan parol. Ishlatib ko'ramiz. Bu yerda qaranglar, bizda bitta muammo bor. O'sha bizni yarim soatga bloklab bo'lgan. Bu yerga to'g'ri login parolni kiritsangiz ham sizni tizimga kiritmaydi. Nima qilamiz endi shu yerda? Apps deymanda Charlie ni yozaman. Shu yerda proxyga o'tib turib interceptni yoqib olaman. To'g'ridan to'g'ri biz so'rovni dropsuite orqali tutib olamiz. Mana post so'rovi keldi. Buni serverga jo'natishdan oldin xo'p, mana bu joyga bitta header qo'shaman. X forwarded for va bu yerga kelib lokal bitta IP yozib qo'yamiz. 127.0.0.1 ichki IP ni yozdim. Chunki aytdik X forwarded for ga aynan ishlab turgan IP bo'lishi shart emas. Raqam yoki masalan o'sha oddiy IP lar ham bo'laveradi. Bu nima qiladi? Bizni mana bu joydagi blokdan chetlab o'tish imkoni beradi. To'g'ridan to'g'ri, ya'ni bu frontend tomonidan bizni bloklagan, frontendda o'zidan blokni olib tashlay olmayman, lekin orqaga to'g'ridan to'g'ri serverga ta'sir o'tkazdi. Mana bu meni IP'm deb turib, o'zimizni bloklangan IP dan boshqa IP orqali so'rov jo'natib, tizimga login qilishimiz mumkin. Bu yerdan forward qilaman. Xo'p, bizni post so'rov ketdi. Serverga mana get javob qaytdi. Buni o'chiraman va mana biz apps akkauntini ichidamiz va bizda laboratoriya muvaffaqiyatli bajarildi. Demak, oxirgi ko'rgan ikkita laboratoriyadan xulosa, birinchisida masalan natijalarni tekshirayotganda oxirga shunaqa nuqtasi yoki qanaqadir belgilar orqali ajratishimiz mumkin ekan. Ikkinchisida vaqt. Masalan o'sha yerda login to'g'ri bo'lsa, parolni tekshirishga ham qanchadir vaqt sarflagani bizga bitta plus bo'ldi. O'sha yerda kattaroq qaytgan vaqt orqali biz loginni to'g'riligini topdik va biz bloklab qo'ygan paytda X forwarded for header orqali haligi blokni chetlab o'tishga muvaffaq bo'ldik. Xo'p, buni sizlar ham ishlab ko'ringlar, juda ham qiziq. Qolganlarini keyingi videolarda bajarib ko'rsatib beraman. Xo'p, salomat bo'linglar, charchamanglar.